Assalomu alaykum, qaynoq zominachilar. Xudo xolisa akalarimizga 20 talisini o'rnatib berganmiz. 20 kilovat 200 kvadratga. Xo'p. Yorug'ini montajdan qilib, bezapasnilari, xo'p, stabilizatorlari mashinaga boy qilib, yorug' enerjicha chang bo'lib ketdi. Yorug' sistemalarini to'g'rilab, o'zlarining eski kat yo'llari bor edi. Nomi Ajdarho. Xudo xolisa bir gedeta chiqsa 150 kvadrat minus plus kiysaligini o'rnatganmiz. Ya'ni mabodo keyinchalik xona qo'shsalar ham bo'ladi. Akamiz yo'natib berdik. Xudo xolasa ma'qulmi aka? Ma'qul, juda zo'r ekan, gap yo'q. Aka-akamizda misol gilat ham yo'g'i chiqdi. Xudo xolasa o'zi Gap yo'q, zo'r. odamlarga aka tavsiya qilamiz. Juda zo'r ekan. Молодец, gap yo'q. Xo'p. Bo'ldi akaga katta rahmat. Xolis aytyaptilar. Misol o'rgan narsa bas. Sutkasiga maksimal 50 kilo beramiz. Xo'p, listlari aytilgan turli qora list. Tepalari, izolyatsiyalari, hatto ashbiyasini o'zi birli list bo'ladi. Tunika, bunika narsa ishlatilmaydi bizda. Ko'p odam motorni aytadi 200, bizga 220 emas, 12 volt dvoniy motor ham emas. Sobstini Xitoydan shu uchun keladi. Biznikini miyasi kompyuterning. Hozir 55 gradusga qo'yib qo'yganmiz, havoga moslab 55 xolasalar ko'taradilar, o'zi pastlatadilar. O'zi bu suv xonadagi batareykani gradisi. Eskat yo'llarni ham ko'rsatib beraman. Endi aytyaptilar, mana shu to'liq o'tinadi. Shu kat yo'limiz yo'q bor deyaptilar, aka. Bergan pulingizga rozi bo'ling. Rozimiz. Rosa. Ming Sog' bo'ling. rahmat. Avvalo like, podpiska unutmaymiz, sog' bo'lasizlar.